siz o'ylayapsizmi, bo'yin grijasi bu juda ham xavfli. Shol bo'lib qolishingiz mumkin, ko'r bo'lib qolishingiz mumkin, hattoki jinni bo'lib qolishingiz mumkin. Bunga lecheniya olmasa bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Men Burchibova Turgul, Rahmatullayev neyrokineziologiya klinikasida kineziolog, manual terapevt, igoterapevt, fizioterapevt bo'lib, o'z ish faoliyatimni yuritib boraman. Bizning klinikamizda osteoxondroz, umurtqalar aro disk churrasi, ya'ni grijasi, bo'g'imlar bilan bog'liq muammolar, asab kasalliklari, shuningdek, yelka, bo'yin, bel, qo'l, oyoqlardagi og'riqlarni kineziologik korreksiya orqali davolaymiz. Bugun biz sizlar bilan hozirgi kunda aktual bo'layotgan, ko'pchilikni qiynab kelayotgan muammo umurtqa pog'onasining bo'yin protruziya va grijasi haqida gaplashamiz va ularni keltirib chiqaruvchi omillar haqida ma'lumot beramiz. Ma'lumki, bo'yin umurtqa pog'onasining eng harakatchan qismi bo'lib, u boshni tutib turgani sababli unga doimo og'irlik tushadi. Aynan bu kasallik qaysi kasb egalarida ko'proq uchraydi? Ofis ishida ishlovchilar, tikuvchilar, kompyuterda ko'p o'tiruvchilar mana shu holatda ko'p uchraydi. Aynan bizning klinikamizda bu kasallikni qanday davolaymiz? Bizning klinikada bu kasallikka avvalo kineziologik test orqali kasallikni kelib chiqish sabablari topiladi va 3D korreksiyasi orqali bo'yin umurtqasidagi yuklama, ya'ni nagruzkani muskullaga tushiramiz. Bunga qo'shimcha qilib shikastlangan, ezilgan nervlarga fizioterapiya muolajasini qo'llaymiz. Spazm yoki taranglashgan nervlarga igoterapiya muolajasini qo'llaymiz va unga qo'shimcha qilib professional kineziya massaj qo'llaymiz. Bu kasallikni uy sharoitida davolashga umuman maslahat bermayman, chunki uyda arzimagan oddiy harakat bilan kasallikni yana ham og'riqni yana ham kuchayib ketishiga yoki kasallikni yana ham avj olib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar bu kasallikni vaqtida davolamasa, yomon asoratlarga olib kelishi mumkin. Chunki miyaga yaqin grija nervni qisgan sababli orqa miya atrofiya kasalligini olib kelishi mumkin. Bu esa xotirani pasayishi, ko'z nurini pasayishi va asab kasalliklarini, yana boshqa ko'plab kasalliklarni olib kelishi mumkin. Bizi bemorlarimiz bilan bizdan davolanib chiqib ketgach, aloqani uzmaymiz, aksincha ular bilan bog'lanib turamiz. Ular uchun maxsus gruppalar tashkil qilganmiz. Bu gruppaga biz gimnastikalar tashab turamiz. O'sha bemorlarimiz bizdan onlayn konsultatsiya yokida o'zini qiziqtirgan savollariga javob berib boramiz. Agar sizlarda ham yuqorida sanab o'tilgan kasalliklarning belgilari bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda javob berib o'tamiz.